Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Xitoy hukumati bir qator qonun tuzumlariga tuzatish kirgizdi. Sharq Turkistonda yana bir turkum kadrlar markazning belgilamasiga xiloflik qilish bilan ayblanib jazolandi. Xitoy to'rt kanali Mas'ud O'zil sababli to'xtatib etilgan Arsenal klubining musobaqasini qayta qo'yishga boshladi. İstanbulda tunji navbatlik xalqaro Uyg'ur tibobat ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Tövəndə ixtala xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bolsa. Xitoy Dövlət Rəisi Xi Jinping 28 dekabr günü 37, 38, 39, 40, 41, 42 numurluq rəis fərmanını imzalagan. 37 numurluq rəis fərmanında Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti'nin aksiya kanunu 2019 yılı 12 ayının 28 günü Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti 13. növbətlik Məmləkətlik Xalq Qurultayı Daimi Komitetining 15. sonliq yig'inida tuzatish kirgizilib ma'qullandi. Hozir e'lon qilindi. 2020 yılı 3. ayının 1. günde başlap yo'lga qo'yilsin. 38 numurluq reis farmonida Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti asosiy davolash saqliqni saqlash va sog'lomlikni ilgari surish qonuni 2019 yılı 12 ayının 28 günü Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti 13. növbətlik Məmləkətlik Xalq Qurultayı Daimi Komitetining 15. sonliq yig'inida ma'qullandi. Hozir e'lon qilindi. 2020 yılı 6. ayının 1. günden başlap yo'lga qo'yilsin deyildi. 39 numurluq reis farmonida Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti'nin Orman Kanunu 2019 yılı 12 ayının 28 günü Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti 13. növbətlik Məmləkətlik Xalq Qurultayı Daimi Komitetining 15. sonliq yig'inida tuzatish kirgizilib ma'qullandi. Hozir e'lon qilindi. 2020 yılı 7. ayının 1. günden başlap yo'lga qo'yilsin deyildi. 40. numurluq reis farmonida Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti'nin mahallada tuzash qonuni 2019 yılı 12 ayının 28 günü Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti 13. növbətlik Məmləkətlik Xalq Qurultayı Daimi Komitetining 15. sonliq yig'inida ma'qullandi. Hozir e'lon qilindi. 2020 yılı 7. ayının 1. günden başlap yo'lga qo'yilsin deyildi. 41. numurluq reis farmonida Məmləkətlik Xalq Qurultayı Daimi Komitetining Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti Tayvanlik qarindoshlarga mablag' solishni qo'g'dash qonuniga tuzatish kirgizish to'g'risidagi qarori 2019 yılı 12 ayının 28 günü Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti 13. növbətlik Məmləkətlik Xalq Qurultayı Daimi Komitetining 15. sonliq yig'inida ma'qullandi. 2020 yılı 1 yanvar gününden başlap icra qilindi deyildi. 42. numurluq reis farmonida 13. növbətlik Məmləkətlik Xalq Qurultayı Daimi Komitetining 15. sonliq yig'ini Məmləkətlik Xalq Qurultayı Daimi Komitetining yig'ilib tarbiyalashga doir qonun belgilamalari va tuzumlarni bekor qilish to'g'risidagi qaror ma'qullandi. Bu qaror 2019 yılı 12 ayının 29 günden başlap yo'lga qo'yildi. Bu qarorda Məmləkətlik Xalq Qurultayı Daimi Komitetining ifat nomusini setish, fahishbozlik qilishni qattiq cheklash to'g'risidagi qarorining 4-modda, 2 va 4 tarmoqlaridagi belgilama, shuningdek mushu asosda yo'l qo'yilayotgan yig'ilib tarbiyalash tuzumi amaldan qoldirildi. Shuning bilan bir vaqtda yig'ilib tarbiyalash tuzumi bekor qilinishdan burun qonun bo'yicha chiqarilgan yig'ilib tarbiyalash qarori kuchga ega bo'ladi. Yig'ilib tarbiyalash tuzumi bekor qilingandan keyin qonun bo'yicha yig'ilib tarbiyalanayotganlarni yig'ilib tarbiyalash bekor qilindi. Qolib qolgan muddat ijro qilinmaydi deyildi. Erkin Asiyada Döz xabarda Xitoy taratqullarining oshkorlashicha, atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida bir turkum kadrlar markazning 8 xil belgilamasiga xiloflik qilish jinoyati bilan ayblanib jazolangan. Bu qatim jazolangan kadrlarning 3 nafar Uyg'ur bo'lib, farzandlarining to'yini hashamatli o'tkazish, umumning avtomobilini shaxsiy ishiga ishiltish, sovg'at qabul qilish degandek ayblashlar bilan jazolangan. Şinjan gazetining 27 dekabr xabar qilishicha, avtonom rayonlik intizom tekshirish va reviziya komiteti jazolangan yuqorqi 7 nafar kadrning masalasini markazning 8 xil belgilamasiga xilof tipik yati delo deb e'lon qilgan. Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Xi Jinping 2012 yılı partiya va hukumat kadrlarining amal qilishga tegishli 8 xil belgilamasini chiqargandan beri atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonlik partikom bu belgilamaga xilof tipik delolarni qarorlik e'lon qilib kelmoqda. Ba'zi kuzatuvchilarning qarashicha bu 8 xil belgilama atalmish avtonom rayonlik partikomning hech qanday siyosiy masala topolmagan Uyg'ur kadrlarini tozalashdagi bahonasiga aylanib qolgan. Xabarda Bo'rtala oblastlik yer tavrash va tabiiy ofatlarning oldini olish markazining muavin boshlig'i Jur'at Ablikim, Urum shaharlik yo'l boshqarish idorasining kadri Akram Netib, Sanji shaharlik qatnash transport idorasining kadri Nijat, Nilqinoylik jamoat xavfsizlik idorasining sobiq muavin boshlig'i Yang Chunfeng qatorliq 7 kishiga qattiq ogohlantirish, vazifasini ilib tashlash, darajasini tövallatish, partiya ichida 1 yil sinoqda qoldirish qatorliq jazolarning berilganligini bildirgan. Yaqinda oshkorlangan Şinjan hujjatlarida Kompartiya doiralarining ba'zi kadrlarni shiriklik va parxo'rlik bilan ayblagan bo'lsa-mu, lekin ularning lagerlarga qarshi chiqqanlik sababli jazolanganligi oshkorlangan edi. Xitoy ommaviy to'rqanali PPTV Germaniya futbol chempionati Mas'ud O'zilning Uyg'urlar haqidagi so'z sababli to'xtatib qo'yilgan Angliya Arsenal futbol klubining musobaqasini qayta qo'yishga boshladi. Wall Street Journal gazetining xabar qilishicha, PPTV Arsenalning musobaqasini qayta qo'ygan bo'lsa-mu, lekin futbol mulohizasi butkul musobaqada Mas'ud O'zilning ismini tilg'amagan.
Mesut Özil 13 dekabr kuni Twitter, Facebook, Instagram qatorliq taratqularda fikr yozib, Uyg'urlarga istoshlik qiladiganligini ifodalagan. Shundaqla musulmon ellarning Uyg'urlar uchrayotgan zulmga sukut qilayotganligini ayblagan edi. O, Xitoyda Qur'on ko'ydirilmoqda, masjidlar taqalmoqda, madrasalar cheklanmoqda, diniy zotlar o'ldirilmoqda. Uningga musulmonlar sukut qilmoqda deb yozgan edi. O'zining so'zi Sharq Turkistondagi 3 milliondan ortiq musulmon tutqunlar qamalgan lagerlarni kasbiy tarbiyalash markazlari deb aqlayotgan Xitoy hukumatı va Xitoy to'g'ri abonentlarining qarshiligiga uchragan. Mesut Özil Xitoyda qarshi olinmaydigan odam deb e'lon qilingan. Xitoydagi kanallar Arsenalning musobaqasini tarqatishni to'xtatgan. Lekin Wall Street Journal gazetining xabarida qayd qilinishicha, PPTVning 26 dekabr kuni tuyuqsiz Arsenal bilan Bournemouth klubining musobaqasini tarqatishi Xitoy to'g'ri abonentlarini hayron qoldirgan. Ba'zi abonentlar PPTVning fikr taqdisiga xat yozib, mazkur to'g'ri kanalni tanqidlagan. Mesut Özil Uyg'urlar haqidagi so'z sababli Xitoy hukumatı va Xitoy to'g'ri abonentlarining hujumiga uchragan bo'lsa-mu, lekin u Amerika Tashqi ishlar ministrligi va kishilik huquq tashkilotlarining qo'llashiga erishgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Mesut Özilni qo'llaydiganligini bildirib, Xitoy Kompartiyasi Mesut Özilni Xitoydagi mastanalardan ayirib etilsa-mu, ammo Xitoy Uyg'urlar va boshqa diniy e'tiqodlarga qarata sodir qilayotgan ig'ir kishilik huquq tafsilotchiliklarni dunyodan yushiramaydi degan. 29 dekabr İstanbulda tunji navbatlik xalqaroliq 2019 yillik Uyg'ur tibobat ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Yig'in an'anaviy Uyg'ur tibobatchilik tadqiqot vaqfi tarafidan o'rinlashtirilgan bo'lib, Dilnur xonim bilan Nur Ahmad apandining riyosatchiligi va Muhammad Hojim Amchining Qur'on tilovati bilan boshlandi. Soat 10 dan 17 gacha davomlashgan yig'inga Hidayatulloh O'g'izxon boshliq tashkilot rahbarlari, Uyg'ur Türk dernek boshliqlari, ziyolilar, doktor, professorlar bo'lib 280 kishi qatnashdi. Yig'inda o'qilgan maqola 27 ta, almashtirilgan maqola 11 bo'lib, she'r deklamatsiya qilish va mukofot tarqatish faoliyatlari elib berildi. Yig'inning asosiy mazmuni Uyg'ur tibobatchilik va dorigarligiga varislik qilish va taraqqiy qildirish temasini asos qilgan holda Uyg'ur tibobatchilik dorigarlik ilmiy jurnaliga tanlangan maqolalar o'qilib o'tdi. Yig'in Ulamolar birligi raisi vakili Mahmudjon Domullamning duosi bilan yopildi. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga emanet.